Salom, men Kinomyo. Marvel zombilari multserialidagi ushbu sahnadan keyin hamma Oy ritserini yana ham yoqtirib qo'ygani ajab emas. Shaxsan menga ham bu harakatlar juda yoqdi. Keling bugun Oy ritseri haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Asl ismi Mark Spector. Birinchi chiqishi Werewolf by Night komiksining 32-nashrida 1975-yilda chiqqan muallif Doug Moench hamda Don Perry'lar. Mark Spector sobiq dengiz piyodasi, CIA agenti va yollanma askar. U bir jang paytida Misrda halokatli jarohat oladi. Uni o'lim yoqasida Oy ma'budi Xonshu topadi va unga yangi hayot baxsh etadi. Va shu paytdan boshlab Mark Spector Oy ritseriga aylanadi. Ya'ni tungi adolat himoyachisiga kuchlari va qobiliyatlari. Oy ritseri bir necha versiyaga ega, lekin asosiy kuchlari quyidagilar. Xonshu ma'budi bilan aloqasi borligini bilamiz. Ba'zi versiyalarda u Xonshudan kuch oladi va Oy to'lish davrida kuchi yana ham oshadi. Oddiy holatlarda esa u o'rtacha super qahramon darajasida kuchli. Jang san'ati Mark Spector professional jangchi, qurollar, pichoq va qo'l jangi ustasi. Qurollarga keladigan bo'lsak, yarim oy shaklidagi pichoqlar, maxsus zirhli kiyim, dushmanni kuzatuvchi tizimlari mavjud. Uning ham o'zining havo transporti bor, xuddi Batmandagi Batmobilga o'xshaydi, lekin bu Oymobil. Oh my god! Wow! U ko'p shaxsli o'ng. Mark Spector bir odam, lekin bir nechta shaxsga ega. Steven Grant boy tadbirkor, uning moliyaviy niqobi. Jack Lockley ko'cha haydovchisi va josus. Mr. Knight kostyum kiygan detektiv sifatida ishlaydigan shaxs. Bu ko'p shaxsli buzilish unga ruhiy kurashish va o'zini nazorat qilishda muammolarni yaratadi. Muhim dushmanlari: Bushman, sobiq jangdoshi, keyinchalik esa dushmanga aylangan. Minded Man, o'g'ri va san'at asarlarini o'maruvchi jinoyatchi. Black Spector, sobiq askar, Oy ritseriga o'xshash, lekin yovuz tarafga o'tgan. Xonshuning o'zi ba'zi hikoyalarda ham hatto unga qarshi chiqadi. Jamoadoshlari: qasoskorlar bilan ba'zi hikoyalarda vaqtinchalik birga ishlagan va biz katta ehtimol bilan yoki Doomsdayda yoki Secret Wars'da uni albatta qasoskorlar jamoasida ko'ramiz. Midnight Suns qorong'u kuchlarga qarshi kurashuvchi jamoada ishlagan. Bu ilk bor Oy ritseri serialida 2022-yil Disney Plus servisidan ishlangan serialda chiqqan. Rol ijrochisi esa Oscar Isaac. Serialda Mark Spector, Steven Grant va Jack Lockley obrazlari bir odamning turli shaxs sifatida ko'rsatilgan. Serial mistika, ruhiyat va adolat mavzularini birlashtiradi. Oy ritseri haqida qiziqarli faktlar. Oy ritseri Batmanga o'xshash deb aytiladi, lekin u ko'proq ruhiy va afsunga asoslangan obraz. Ba'zi versiyalarda u hatto Deadpool bilan ham to'qnash kelgan va jang qilgan. Hattoki Deadpoolni yenga ham olgan. U Marvel olamidagi eng sirli ong deb tanilgan va men hozircha undan ham sirliroq personajni bilmayman. Xonshu unga "men seni o'limdan qaytardim, endi sen mening askarimsan" degan ma'noda gaplarni ko'pincha aytib turgan, albatta komikslarda. Shaxsiyati: Oy ritseri o'zini yovuzlikni jazolachi deb biladi, lekin uning usullari shafqatsiz. Ba'zan o'zi ham adolat va qotillik o'rtasidagi chiziqni yo'qotadi. Shuning uchun ham u Marveldagi qahramon ham anti-qahramon hisoblanadi. Xulosa qiladigan bo'lsam, Oy ritseri bu nafaqat jismonan kuchli qahramon, balki ichki kurash, ruhiy azob va ma'bud irodasi bilan yashaydigan odam. U qorong'ulikni o'zi bilan olib yuradi, lekin baribir adolat uchun kurashadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agarda siz Oy ritseri haqida biror bir men aytmagan ma'lumotlarni bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bilaman, bularni barchasini Oy ritseri serialidan bilib olgan edingiz, lekin baribir kimlargadir qiziq deb o'ylagan edim. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, shunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.